Mana senga sovg'am bor. Meni ham sizga sovg'am bor. Qani ko'rsatchi? Yo'q, birinchisi ko'rsating. Bo'pti, xo'p. Sen anchadan beri kutayotgan, senga yoqadigan Tom Ford 400 dollarga oldim. Lekin sen arziysan. Voy, rahmat. Tom Ford menga yoqadigani. senga Endi yoqadigani? meni podarkam. 10,000 dollar. Ko'kida yana. Seriyozmi? 10,000 dollar. Mangami? Ish qilib soxta dollar emasmi? O'tgan safar soatni 1000 dollarga oldim, vahima qotildi. 200 dollar turar ekan, borib so'radim. O'zingiz soxtasiz. Endi rostini bu pulni qayerdan olding? Ishlab oldim. Qayerdan olardim boshqa? Hatto ishlab olasan, har kuni reels ko'rib o'tirasan Instagramda, qirq bekorchi bo'lib. 2 oy oldin 50 ming so'm so'rab o'tiruvding. 10 ming dollar osmondan tushib kelmagandir. To'g'ri aytdingiz. Uyda bekorchi bo'lib, Instagram tiskalab o'tirib vaqtim ketyapti. Sizdan ham 50 ming so'mga yalinib o'tiribman. O'shaning uchun Instagramda bekorchi bo'lib o'tirgan paytim bitta qizni kurs chiqib qoldi. O'shanda o'qib kiyim sotishni o'rgandim. Onlayn. Hozir zo'r bo'lyapti. Men ham o'rganib olgandan keyin kurs qildim. Kursing palon pul bo'lsa kerak, keyin o'taman nimani o'rganaman? Yo'q, qanaqa palon pul? Atigi 199 ming so'm. Siz 199 mingga Xitoydagi eng zo'r programma Pinduoduo, WeChatdan tovar zakaz qilishni o'rganasiz. Yana kamiga uni Instagramda qanaqa sotishni ham o'rgataman. Hop, qayerga murojaat qilish kerak? Instagramga direktingga plus qoldiring, men sizga qo'shilishingiz uchun link jo'nataman. Qancha nima bo'lib qolsan? Xotirimdan ham pul so'raymanmi? Дружба, служба. Drushba boshqa joyda bo'ladi. Sen meni xotirimizdan da'vo qo'yib qo'y.